Assalomu alaykum mana aziz obunachilarim. Yaqinda bir 6 kun oldin YouTube kanalimga Hind kinosidan parcha qo'ydim. O'sha qizni portlab ketgan joyini. Ko'pchilik onalar ta'sirlanibdi, kommentariyalarda yozishyapti. Mana hozir ko'rsataman ham. Nima desa bo'ladi? Haqiqiy deb o'ylaganlar juda ko'p ekan. Men bu kino kontent qo'yishimdan maqsad kimnidir nimagadir da'vat qilish emas. To'g'ri xulosa chiqaringlar bundan. Chunki men bu kontent qo'yishimdan maqsad ota-onalarning farzandiga bo'lgan e'tiborsizligini kamaytirish. Ko'pchilik ota-onalarimiz hozir e'tiborsiz bo'lib qolishgan. Maktabda, o'qishlarda bolalar kim bilan o'rtoq bo'lyapti, kimlar bilan misol uchun aloqada. O'shani hushyorligini oshirish maqsadida qo'ydim. Juda ko'pchilik ta'sirlangan. Kommentariyalarni hozir men sizlarga sonini ham aytaman. Ko'rishlar sonini mana hozir tinayotgani yo'q. 6 kundan beri juda ham zo'r. Misol uchun 3 millionga yaqin bo'lib ketdi, почти ko'rishlar soni. Xullas, nima desam bo'ladi? Men shu kichkinagina qo'ygan kontentchada ko'pchilikni yuragiga kirib bordi deb o'ylayman. Mana hushyorlikni oshirish, boshqa. Endi bizning yurtimizda tinch. U tarafdan gap so'z yo'q, lekin yana ham baribir ehtiyot bo'lish kerak. Mana hozir sizlarga o'sha anaqada bo'lishaman, ko'rsataman. O'zimizning jaydari chiqib olganman videoga. Bunaqa qilish yo'q. Ozgina xato kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Xo'p. Hozirdan uxlanib qoldi. Sal quyosh bo'lyapti. Mana buni o'zingizlar ko'ryapsizlar mana. Mana 34 mingta anaqa. Xo'p, bitta mana kommentariyada ko'ryapsizlar mana. Mana ko'ryapsizlar. Hamma kommentariyada nima desa bo'ladi mana. Yig'ladik, mana shunaqa narsalar mana. Xotir olmanglar, bu kino kontent, kino, bu qizaloq ham rolini zo'r o'ynab bergan. Hozirda hayot. Ko'pchilik haqiqiy deb o'ylayotgan ekan. Unaqa emas. Mana. Ko'pchilik mana yig'lab yubordim mana hamma. Hozir men bu kommentariyalarni hammasini agar anaqa qilib o'tiradigan bo'lsam, voy bu mana ko'ringlar. Sekinroq o'tkazolmayman. Kommentariyalarni ko'ryapsizlarmi? Mana kinoning nomi Aldangan ayol qismati. Hind kinosi. Bu hech qanaqa haqiqiy nimadir emas. Mana